Assalomu alaykum. Mana manzara. Toza joylar, havosi. Albatta bu haqida emas. Hop, Chortoq tumanidagi Santuryan yonidagi Voyenniy Gorodok deb qo'yishar ekan. Shu yerda ikkinchi etajdamiz, ko'p qavatli domlardan. Hop, Shuvodan chiqdi, Rodbindan. Padmakka yaqinlashgan holatda qilingan devor, bo'liminli deyiladi buni. Chunki o'ta urbinda ham emas, o'ta qing'ir ham emas. Rodbindan chiqdi albatta. Podkostlarga perfugullar qo'ydik. Regellar joyida. Natujniy patrol biz tortmaganmiz, bolalar tortdi. Hozir u yoqdan shpagilovkani boshladim. Xudo xolisa yana sizlar uchun. Mana bu holatda ham shpagilovkasi mana rangini ko'chirib tashlab, shuvoq qilish kerak. Bu ham xuddi shunday shpagilovka bo'y bo'ladi inshaalloh. Hop, yana bitta narsa kuzatib o'taman sizlarga. Bu bitgan xonamizda. Hop, eshigini o'zimiz qildik. Upor qilib qo'ydik, чтобы eshik bemalol ochilib yopib tursin, qurigunchalik. Mana bismillah. Svetimiz o'chiq ekan. Imkon qadar kuzatib o'taman. Menimcha shu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda qilgan ishlarimiz patologiyani ham biz qilmadik. Biz mana bu galdeloni yopishtirib, oboyini yopishtirdik. Bu o'ta ideal darajada bitgan xona. Shuvoqlari joyida, o'rminda qilingan. Mana bu yer ko'rinayotgandir. Gap bunda emas, gap ishda. Hop. Bitgan xonamiz albatta uncha chiroyli chiqmagan bo'lsa ham, sveti yo'q hozir. Mana yoqsak, tepada ventilyatori bor. Lyustradan ekan, ham kolonкасы bor. Bluetoothda eshitib, maza qilib o'tirsa bo'ladi. İnşallah hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman.